Sani oilangda nechta kishi borligini, bizga nima qizig'i bor, sen undan ko'ra retseptni aytgin deb bitta obunachi yozib o'zim haqimda ma'lumot bersam 1 yil deganda unaqa ko'p ko'rmaylar. Xullas retseptni ko'pchilik tushunmagan. Sirok qiladigan qolip hech kimda yo'q. O'shaning uchun одноразовый idishda qilamiz. Shokoladlarni vodinoy baynida eritib olamiz. Menda Nestle'ning молочный shokoladi bilan belgiyskining kiloli shokoladi. Idishlarimiz quruq bo'lishi kerak, hech nima surmaganman. Iloji boricha shokoladni yuqqa surishga harakat qiling. Morozkaga 10 minutga qo'yamiz. Menda massa 2 idishga yetish kerak. O'shaning uchun 400 gram tvorog, 60 gram sariyog', 200 gram sug'ushoniy молоко qo'shamiz. Bittasiga ozgina kakao aralashtirganman. U xohishga qarab. Sirokni o'rtasida nachinkasini umuman xohlamayman, yoqtirmayman. O'shaning uchun men solmadim. Massamizni joylab morozkaga 3-4 soatga qo'yamiz. Ustiga yana plitka shokoladimizni eritib surib olamiz. Morozkaga qo'ymasanglar ham o'zi shundoq qotib oladi. Juda ham ko'pchilik kommentariyaga yozishgan. Podpischikalaringiz yozsa bee'tibor bo'lmaydi. Bee'tibor bo'lmasdan shunaqa boshqatdan sizlarga ozvochka qilib berdim. Retseptini videoni tagiga ham, kommentariyaga ham yozib qo'yganman. Bemalol ko'rib tayyorlasanglar bo'ladi. Yoqimli ishtaha.